Bu yerda ishlab chiqarish joyidan va komplektlarida qanday bo'ladi? Ular haqida hozir bizga mana Farhod akamiz o'zlari chiroyli tushuntirib beradilar. Endi Sardor aka hali ko'rib o'tganimizdek, relisli polklar va yer polklarni aytib o'tganlar. Farqi bor ularda. Ancha farqi bor. Bu yer polklarimiz. Bu relisli polk. Relisli polk. Ko'rinishi bir xil. Ko'rib turganingizdek. Endi relis polk, yer polk deganda bo'lsak, ayni olishingiz mumkin. Profillar, addonlarni oltiga to'rt bo'ladi. Yer polki bo'ladi. Yer polkdan lekin 2 stenalik oltiga to'rtdan qo'yamiz. Yer polkiga qo'ysak, yo'q mablag'ga qarab. Ozroq narsasiga qo'yib, ozroq qo'yib beramiz. Profillarni yuqori qilib, materiallarni masalan qisqartirishlar bo'ladi. Endi uzoqroq xizmat qilish kerak bo'lsa, har doim razmerlar to'g'ri chiqish kerak bir-biriga. Shuning uchun baribir baquvvatroq qilgan afzal deb o'ylayman. Endi relis polk deganimizda mana profillarni olishingiz mumkin. Farqlarini ko'rsatib o'tib ketyapmiz. Уже anchagina bo'lar ekanda. Endi relis polk, yer polk degani shunaqa narsalar tushuncha bo'ladi. Materiallarda farq bo'ladi. O'shaning uchun ko'pchilik mana 6 ga 4 dan relisni polkni sotib yuboryapti, bo'ladi. Endi rast oilaga yarasha relisni olaman degan bo'lsa, mana shu polklardan oladigan bo'lsa, ishlaganda ham, relisni olganda ham ish beradigan variantlar mana shu. Buni hozir olib turib vaqtinchalik yer polk sifatida foydalanib turib keyinchalikka liniya qilib olsa bo'ladimi? Bemalol. Liniya qilaman desa mana shundan olish kerak. Mana shu polkdan. Buni bu yerda nima uchun aytib o'tib ketyapmiz? Kelajakda mana hozir komplektida masalan ikkita qolib bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita qolib, mikseri, undan tashqari suv bachoklari o'zini tentlari bilan tayyor holatda и ручной reskalar. Xohlovchilarga mana bu yerda avtomatik reskalar bor. Endi qolipingiz qancha ko'p bo'lsa, siz shuncha ko'proq quyishingiz mumkin bo'ladi. Endi qolipingiz kamroq men boshlanishiga deydigan bo'lsangiz, akalar mana komplektida olsalaring, agar mana bunda olsalaring relislida, ya'niki ertagaga liniya qilib bemalol olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Yana yoniga qoliplar qo'shib. Mana yonini olasiz, o'zi tayyor pishgandan keyin, o'sha ma'lum vaqtdan keyin tagida yana zapas oladigan bo'lsa, uni ham alohida qilib berasiz, Bu eshikni unga qo'yaverasiz. Buni polkni unga bemalol tushib beraverasiz. Yana qo'yib ketaveramiz davomiy. Ya'niki buni o'zida bu yog'iga issiqda quyoshda pishaveradi, bu yog'iga davomida narigi tagidagi podlonning o'ziga buni ustini shuni qo'yib turib, yana vaqtincha o'sha pishib qolib olguncha turib turishi mumkin bo'ladi. Bu yerda yana narsa aytib o'tib ketaman. Avtomatik reska bilan ruchnoy. Ko'pchilik ruchnoyda zo'r ishlaydi aslida. Endi bu nima deydigan bo'lsangiz, bu sizni vaqtingizni va bitta ishchini bemalol vaqtini tejab qolishi mumkin bo'ladi. Bemalol. Endi kesish jihatlari ham galib ko'rgan albatta. Bu narsani baribir avtomatik narsa bu buni xarakteri bo'lmaydi. Ya'niki jaqli chiqib kesmaydi yoki shunaqada o'sha narsasiga e'tiborli bo'lasiz. Bu narsa jahli chiqmaydi, har doim sizga bir xil xizmat beradi. Shuning uchun ko'ngilni to'q qilib, agar imkoniyat bo'lsa, mana shundan o'rnatsang zo'r bo'ladi. Avtomatik reskadan mana bu yoqda ko'rsatib qo'ying, mana chiqib ketyapti yo'lga. Hozir qayerga ketyapti bu? Hozir Andijon viloyati Chinobod tumani. Chinobodga chiqib ketyapti. Chinobodga chiqib ketyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, qoliplarimiz alohida podlonda o'zini olishsin hech puli, tayyor holatda qolib olishsin hech puli. Qoliplarimizdagi har xil narxdan boshlanadi. Birinchi ko'rsatib o'tganimizdek yer qoliplar. $200 6 stenlar bo'ladi. Yana ham ozroqdagi profillar yo'qoladi. Bizni maqsadimiz aytib deb olamizni topish. Zo'r. Halol topish bo'ladi, xohlasa. Bunisi-chi, relisiga bo'lsa-chi? Relislar $250 dan boshlanadi. Bundan qimmatroq bo'ladi. Mukammallashgan variantlar bor. Men buni mazasini bilaman. Men dandash ishlamoqchiman desang, qalinroq qildiradigan bo'lsangiz, ertaga qonni qochib yoki o'zi qochmasligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qalinrog'ini tanlaganingiz ma'qulroq. Endi bu albatta imkoniyatdan kelib chiqib, akalar sizlarga mana gazobli biznes hozirgi kunda haqiqatan trendda bo'lyapti. Chunki
xom g'ishtlardan o'zi voz kechilyapti. To'g'rimi? Pishgan g'ishtlar ham olyapsiz, sho'rlab oqarib ketyapti. Eng zo'r yechim hozirgi kunda gazoblok, penoblok originali bo'lsa, qanday zo'r bo'lardi, lekin penoblok hozirgi paytda qanday o'yindan qochib qoldi. Xo'p, uning o'rniga eng zo'ri mana Yevropa va boshqa joylarda ham gazoblok и poliestirblok. Poliestirblokni juda ham ko'pchiligi yaxshi ko'radi, shaxsan o'zim ham. Chunki 5-etajdan tashlaganimda deb burchaga sal qiyshayga qolasiz. Rostda. Sinish xususiyati yengilligi ham и o'zi ham juda ham zo'r narsa. Xudo xolasa gazoblokka qiziqqanlar bemalol gazoblok, lekin mana buni qo'shib qo'ygan bo'lsangiz ham vashi zo'r bo'ladi. Sababi poliestirblokning ish ovozi o'zining klienti bor. Bu uskunamiz poliestirblok. Poliestirblok. Agar poliestirblokni ham kamdan-kam chiqaramiz reklamaga, buni ham o'zini xaridorlari bor. Strategiyada akamiz o'ziga me'morlar qilayotgan ekan, o'ziga stanok sotib olib, o'ziga ishini o'zi ham arzon tushadi, ham bitta ishlab chiqarish mumkin. Kimdir misol uchun o'rtoqlarim va jiyanlarim kambag'alroq bo'lsa, endi o'shanga bersa, ham o'zlariga ishlayveradi, ham u bola o'ziga ishlaydi. To'g'rimi? Endi u qoliqlari bu yerda yo'q hozir. Bu qoliqlar bo'lakcha bo'ladi. 24 talik bir joyda turadigan qoliqlar. Bunga o'xshaganligi arrang tayyor. Tayyor devorlar bilan. Mishalgalarimiz ham aka har xilidan bor. Ko'rishingizdek, balonlarni istagan katta kichik. Narxlarga ta'sir qiladimi, bo'lmadimi? Narxiga ozgina. Ozgina, ko'p narsa. Mishalgalarimiz motorlari mana 220-380 ga bemalol ishlaydi. Universalni. Lekin poliestirblokimiz mishalgasi 380 ga ishlaydi. Buni 320 ga qiynaladi. Chunki bu yerda ichkarida qorishma, bunga ketadigan mahsulotlarni barchasi sirasini o'rgatadi. Qanday? Tushunarli. Demak, dasturlarimiz bor. O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqsangiz, yana ma'lumotlar berishadi. Buni rasmlarni tashlab berishadi. Poliestirblok haqida bilmaganlar bemalol yozib, YouTube'ga yozasiz, boshqa bir ko'rib chiqing. Xudo xolasa tavsiya beraman, chunki kelajagi bor bizneslar. Gazoblok va poliestirblok hozirgi kunda eng avjiga chiqdi va eng odamlarni sinovdan o'tib ishonchiga sazovor bo'ldi. Shuning uchun qo'rqmasdan sizlarga ham tavsiya etaman. Narxlarni aytmadinglar. Aka endi bularimiz narxlari 24 talikdan ikkita qolib bo'ladi. 48 ta. Orada yana aravachasi bo'ladi. Rastovga qolib qoldi, oborlar qolibdi. Narximiz $2,500 beryapmiz. Kapitalasida. Kelishadigan joylar bor. Endi gazobloklarimiz bunaqa variantlarda, ruchnoy variantda so'raydigan bo'lsa, yer qolib bilan bog'lanadi deganimizda ko'rsatib o'tganimdek, $1,500 dan $1,500 boshlanadi. Qoliqlari, addenli qoliqlar $200 dan bor. Qo'shilganlarga ham menga arzonroq narsa kerak desa, arzonroq sifatli qimmat beraveramiz. Endi bularimiz $1,600 dan relsga moslashgan qoliqlarimiz bor. Qoliqlarimiz 2 donadan bo'ladi, komplektning ichida. Xo'p, ko'rsatib o'tganimizdek, ruchnoy relskasi, arrasi, 1 tonnalik ruchka, yonida shablon bochkasi, datchik hamda nasosi bilan birga bo'ladi. 2 yonida temda. Tayyor motorlari bilan bo'ladi. Tayyor nasoslar. Bularimiz 1,5 agar bu holatda bo'ladigan bo'lsa, $1,600. Bo'ldi, tushunarli. Endi bu yog'ini siz talabingizga kelib chiqib, risklar yana qallalarsiz boshqa bo'lsin deydigan bo'lsangiz ham, bemalol bu yog'ini qallalar o'z risklar. Risk kuchli bo'ladi. Kuchli bo'ladi. 3 rastik risk. Kuchli bo'ladi. Yog'iga endi yana ham qalin bo'lsin, boshqa desangiz bemalol lazerlarda kesiladi. Bunisi mana emas. Bular aka narxi xolos telefon bo'lsa kelishamiz, joyiga qarab, qayerga qanaqa o'rnatishni. Bunga bitta narx chiqarib bo'lmaydi, chunki o'zimiz borib o'rnatadigan narsalar, har kim o'rnatmaydi uni. Mana shu o'zimiz borib o'rnatishimiz uchun qayerga, qayerdan bo'ladigan bo'lsa, o'shanga qarab narx chiqarib beramiz. Tushunarli. Agar avtomatik reskalar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, bir kishini siz misol uchun 4 kishi ishlab turgan bo'lsa, o'sha sizga 3 kishi ishlashi mumkin bo'ladi. Например, aytyapman. Va bu narsa har doim tekis kesadi va chiroyli kesib beradi. Talablarga binoan qilib, o'sha nechilik xohlasa, u yo'g'ini razmerlarni o'zingiz qilishingiz mumkin bo'ladi. Muammosi yo'q. Agar bunaqasiga kattaroq bo'lsa desangiz, kattaroq ham kesib berishadi. Chunki kimdirlar butunicha shunday qo'yib ketaman, 1,5 g'isht o'rnini bersin deb turib, kattaroq razmer xohlaganlarga kattaroq razmerda kesib berishingiz mumkin. Yo'q, muammosi. Telefon qilsangiz, yana batafsil hammasini xudo xolasa chiroyli qilib tushuntirib berishadi. Rahmat, sog' bo'ling.